Jizzax mintaqaviy o'quv markazida kasbiy mahoratni oshirishda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, muammo va yechimlar mavzusida respublika ilmiy-amaliy seminari tashkil etildi. Ichki ishlar organlarida xizmat faoliyatini olib borayotgan xodimlarning kasbiy mahoratini oshirish maqsadida o'tkazilgan tadbirda bir qator dolzarb masalalar e'tibor markazida bo'ldi. Ilmiy-amaliy seminarning ochilish marosimida so'z olganlar zamonaviy texnologiyalarning ta'lim tizimi hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining kasbiy malakasini oshirishdagi o'rni va ahamiyati borasida to'xtalib, ushbu anjumandan kutilayotgan natijalarga alohida e'tibor qaratishdi. Respublikaning yetakchi oliy ta'lim muassasalari hamda ilmiy markazlaridan olim va mutaxassislar ishtirok etgan seminarda kompyuter simulyatorlari va sun'iy intellektning kasbiy mahoratni oshirishga ta'siri, zamonaviy dasturlar va sun'iy intellekt imkoniyatlarini tatbiq etish masalalari, kasbiy mahoratni oshirishda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish kabi bir qator mavzularda ma'ruzalar qilindi. Bugungi seminarimizda kasbiy faoliyatda uchrayotgan zamonaviy axborot xurujlari, ulardan himoyalanish usullari, vositalari bo'yicha o'zimiz ilmiy ishlarimizni tinglovchilarga aytib o'tdik, tushuntirib berdik. Bundan tashqari hozirgi kunda dunyo miqyosida olib borilayotgan kasbiy faoliyatda uchrayotgan xurujlar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar, kasbiy faoliyat olib borayotgan xodimlarning kundalik hayotda uchrayotgan axborot xurujlariga nisbatan ulardan himoyalanish usullari haqida tinglovchilarga keng tushunchalar berib o'tdik. Axborotlarni to'g'ri tahlil qila olish, axborotlarga tanqidiy qaray olish, axborotga bo'lgan munosabatlarni o'rnatish bo'yicha tavsiyalarimizni berib o'tdik. Ta'kidlash joiz, mavzu doirasida ilgari surilgan taklif va ilmiy asoslangan yondashuvlar tinglovchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Tadbir davomida ishtirokchilar tomonidan yo'llangan savollarga mutaxassislar batafsil javob berishdi. Bugungi tashkil etilgan ilmiy-amaliy seminarda Jizzax viloyati, shuningdek Sirdaryo viloyati oliy ta'lim muassasalaridan professor o'qituvchilar jalb qilindi. Fuqarolar o'rtasida uchrab turadigan axborot kommunikatsiya sohasidagi turli xil jinoyatlarni oldini olish hamda ularni bartaraf etish masalalari yuzasidan yetarlicha fikr va mulohazalar bildirib o'tildi. O'ylaymanki, ushbu ilmiy-amaliy seminarda bildirilgan fikr va mulohazalarni tinglovchilarimiz kelgusi xizmat faoliyatlari davomida samarali qo'llaydilar. Tadbir yakunida Jizzax mintaqaviy o'quv markazi boshlig'ining o'rinbosari so'z olib, bildirilgan fikr-mulohazalar va tavsiyalar kelgusida markaz faoliyatida hamda xodimlarning kasbiy malakasini oshirish jarayonida muhim o'rin tutishini qayd etib o'tdi. Tadbir yakunida ilmiy-amaliy anjuman ishtirokchilariga o'quv markazining esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi.